Demak, ko'p burchak chizishni mashq qilib turibmiz. Hozir ichki va tashqi ko'p burchak chizib ko'ramiz. Ko'proq amaliyotda chizishni tavsiya qilaman. Amaliyotda bajarish kerak. Hozir birinchi navbatda, birinchi bosib faollashtirgan paytimizda bizdan nechta burchak hosil qilishni so'rayapti. 5 deb yozilib turibdi menda. Enter tugmasini bosaman klaviaturadan va qarang. Hozir mana markazini ko'rsatmayapti, lekin bizda obyektlarni bir-biriga bog'lanish e, tizimlari yoqilgan, ya'ni imkoniyatlari yoqilgan, lekin chiqmayapti. Bunday vaziyatda nima qilamiz? Shunchaki obyektni bir marta ko'rsatib yuborsak bo'ldi, bu markazini ko'rsatadi. Endi ichki va tashqi qanday qilib chizamiz deb so'rayapti. Mana obyektni qirrasiga, chekkasiga olib borsak, o'zi ichki bizga mana muntazam 5 burchak hosil bo'ldi. Endi shuni tashqi qilib chizib ko'ramiz. Hozir 5 enter bosamiz va tashqi qilamiz va tashqi tomonidan mana o'zi chekkasiga olib kelsak, qirrasiga, tugash tomoniga olib borsak, o'zi avtomatik tarzda bizga obyektlarni dasturni o'zi qulayligi ham shunda asosiy qulayligi. Demak, biz yana ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan bu yerda asosiy narsa construction line, ya'ni X line, bu to'g'ri chiziq. Ya'ni bu cheksiz to'g'ri chiziq va mana buni bossak, hozir bu ikkalasini farqini ko'ramiz. Sichqonchani chap tugmasini bosib faollashtirdik va chizganimizdan so'ng chizib tugatganimizdan so'ng yana bizda mana bunaqa bo'lib chiqyapti. Shuni yo'qotish uchun escape, ya'ni klaviaturani chap tomon eng tepadagi tugmani bir marta bossak yetarli. X line, ya'ni bu nima desak, bu to'g'ri chiziq, ya'ni chegarasiz to'g'ri chiziq. Mana bu yerda pastda where and bisect offset degan tugmalari bor. Bular nimaligini hozir ko'rib o'tamiz. Horizontal, ya'ni gorizontal to'g'ri chiziq chizamiz bunda. Mana faqat gorizontal qilib nima qiladi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Oxirgi marta bajargan amalimizni yana bajarmoqchi bo'lsak, shunchaki enter tugmasini bossak yetarli. Ko'rib turganingizdek, bizda mana oxirgi, ya'ni o'sha X line chizishni davom etyapti. Ya'ni enter tugmasini bosamiz va endi vertikal holatda chizamiz. Demak, ko'rdik, chizib oldik. Yana enter tugmasini bosamiz. Angle, ya'ni burchagini enter angle of X line, ya'ni to'g'ri chiziqni burchagini kiriting deb so'rayapti bizdan. 45 deb yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Va mana shu nuqtaga olib kelib qo'ysak, demak bizda mana burchak 45 darajadagi chiziq hosil qilib berdi. Endi hozir sizlar bilan bir narsani ko'rib o'tamiz. Ixtiyoriy burchak chizib oldik. Enter tugmasini bosamiz. Yo'q, enter emas. Bu yerdan boshqatdan X line ni faollashtiramiz va hozir adashib ketdim. Birinchi navbatda X line ni bosamiz, bisect ni bosamiz va mana
ko'rib turibsizki, birinchi navbatda e, markaz nuqtasini belgiladik va keyin ikki tomonni belgiladik. O'zi keyin bizga bissektor bissektor nimaligini bilamiz, ya'ni burchakni, ixtiyoriy burchakni teng ikkiga bo'lish. Bu bizga chizma geometriya, chizmachilik darslarida ko'p kerak bo'ladigan vositalardan biri. Demak, hozircha shular yetadi. Qolganlarini hali yana ko'rib o'tamiz keyingi darslarimizda. Eng ko'p foydalanadigan buyruqlarni ko'rib o'tdik, ya'ni chizish buyruqlarini ko'proq mashq qilamiz va turli xil geometrik figuralar, jismlar, obyektlarni chizib mashq qilamiz.